Aklımda Dehqonoboddda kutib oldik hozir. Ertaga turib oldik. Chorrahada kutib olib, nima masala, nima muammo deganda oqmagan yurtdi. Ayting, azmon lazım. Bizda muammo Milliy bank bilan Xalq bankida muammo bo'layapti. Fermerlarimiz kredit olish kerak, kreditga shunaqa chiqarmayapti. U masalan hozir oltin respublika aytmoqchi. Shuning uchun o'rtoqlar, bu kartoshka masalasi o'ta dolzarb masala. Buni qilishga majburmiz. Hech kim qo'ldan nima keladi deb yurgandan qattiq adashadi. Mashinangizda kartoshka turgan bo'lsa, uni joyiga logiya yoki boshqa ekin eksangiz, yerdan samarasi foydalangan bo'lib, ertaga ishingiz so'qqa chiqib ketadi. Yerdan samarasiz foydalangan bo'ladi. Yo'q, men kartoshka ekmayman, men sabzi ekaman desa, u o'z boshini qiladi. Kartoshka qo'yildimi, kartoshka ekasiz. Sabzi qo'yilgan joyga mana sabzi ekaman, hech kim jonsiz qo'ygan yo'q. Bizda Zaglatga sabzi so'radi, birorta joydan sabzi olgan. Hop, piyozni xudo berib qopti, piyoz qilyapti, endi qayerga bo'lsam piyoz, lekin sabzi olmayman-da. Kartoshka ham bor. Kartoshkani ham amalda. Lekin sabzi yo'q. Shuning uchun mana razmisheniyadagi yeringizga sabzi qo'yilgan bo'lsa, razmishenaga sabzingizni ekin, kartoshka qo'yilgan bo'lsa, albatta, lekin mana shu 90% yeringizda kartoshka qo'yilgan. 90% kartoshka qo'yilgan. Kartoshkani olib, shartnomasini qilib, hozirda borib agrastardan hozir 6 xil urib qo'yaverdi. 6 xil. Gollandiyadan keltirilgan, sertifikatlangan, ishonchli 6 xil urug' hozir kelib turibdi. U yerda borib turib shartnomani qilib olasiz. Joy topish kerak, o'sha urug'larni olib kelib turib ertaga ekishga tayyorlash. Hozir nalichisi. Ertaga ular baxmal kelmadi desa, yana biz aybdor bo'lamiz. Shuning uchun og'aynilar borib turib hozirdan bu kartoshkani borib shartnomasini qilib, agrobankka marhamat qilib, mablag'ini o'tkazib, mablag' o'tkazmasangiz bermaydi yurtda. 16.200 so'm. Kartoshkani 1 kilosi 16.200 so'mdan sertifikatlangan super elita elita urug'larni alidan Gollandiyadan keltirilgan. Chunki muhtaram yurtboshimiz tomonidan Bulung'ur agrastar bizni Baxmal tumaniga mas'ul berilgan. Urug' yetishtirib bo'yicha, urug' yetkazib berish bo'yicha Bulung'ur agrastar bizga mana shu berilgan. Mas'ul. Va keyingi masala bog'dorchilik masalasida ko'pgina o'rtoqlarda bog' bor. Bog'dorchilik